Gentra mashinasi sizga qattiqlik qilyaptimi? Bu video aynan siz uchun. Bitta like bosib turing, sizga yumshatish yo'llarini ko'rsatib o'taman. Bu mashinalarda yumshatish yo'lining ikkita varianti bor. Bittasi ommabop varianti, arzonroq chiqadi narxi. Bu nima qilinadi? Bu ikkita RCF tulkasiga обязательно Cobalt qoqiladi. Sababi o'zini kichkina bo'lganligi uchun udar yutmaydi hamda udarni tuzib o'tkazib yuboradi. Cobalt rezinka ancha aqlli bo'ladi, yumshoqroq bo'ladi. Xo'p, ikkita RCF tulka alishgandan keyin orqasiga tagiga обязательно Cobalt tulka qoqiladi. Bundan tashqari oldiga GM original chashkalar qo'yiladi. Bu standart holatdagi yumshatish hisoblanadi. Agarda bundan ham yaxshi full variantda yumshatmoqchi bo'lsanglar, bunga orqaga 4 ta amortizatorimiz bor. Buni ichi epika perdelka qilingan. Bu holatda 4 ta amortizator, mana shu rezinkalar ponni alishtiriladigan bo'lsa, mashina koptoy bo'ladi va shu yumshoq bo'ladi. Ikki xil variantda qaysi bir ma'qul bo'lsa, o'sha holatda yumshatib beriladi. Undan tashqari trekker hamda 10X mashinalarimiz uchun ham xuddi shu ishlarimiz amalda. Xolaslarning rezinkasini alishtirib yumshoq qilib beramiz. Xolaslarning perdelka qilingan amortizatorlarimiz bor. O'shalarni qo'yib yumshoq qilib beramiz. Narxlari o'zlarining ma'qul holatda. Xolaslarning full varianti yumshoq qilinglar, xolaslarning rezinkani alishtirib yumshoq qilsanglar bo'ladi. Bu videoda mashinam qattiq degan akalarga jo'natib qo'yishingizdan chiqmasin.